Kadastr agentligi tomonidan Davlat kadastrlari palatasi markaziy apparati binosida ko'p kvartirali uylar reyestri axborot tizimining taqdimotiga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi. Ilk lavhamiz shu haqida. Kirgandagi podyezdlar, liftlar quruvchiga boshida qilingan-u, foydalanishga qabul qilinishdi, lekin uni kimga rasmiylashtirish hali tizimli yo'lga qo'yilmagan edi. Hech kimda emas bo'lgan. Faqat o'sha eshigingizdan kirganingiz sizniki, tashqarisini egasi yo'q edi. Bor, usiz kira olmaysiz, lekin uni hisobi yuritilmagan. Tadbir davomida mas'ullar tomonidan yangi tizimning funksional imkoniyatlari, ishlash mexanizmlari, aholiga va qurilish sohasida yaratilayotgan qulayliklar hamda uning amaliy afzalliklari haqida batafsil ma'lumot berildi. 1-iyundan ko'p kvartirali uylarni foydalanishga qabul qilishda dastlab jarayon shu tizim orqali boshlanadi. Bu ishlab chiqilgan tizim asosiy aholi uchun va tadbirkor uchun. O'zini hurmat qilgan, tajribaga ega quruvchi tadbirkor albatta bu tizimda o'ziga hech qanday muammo ko'rmaydi. Qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarimiz tomonidan o'sha qo'shimcha qurilish yoki umum foydalanishdagi yerlarga yana qo'shimcha imoratlar qurib olinishi yoki bo'lmasam loyihadan chiqish holatlari bo'ladigan bo'lsa, bu tizim chek qo'yadi. Inson omili yo'q. Tizim o'zi cheklaydi. Korrupsion omillarni ham oldini oladi. Pirovardida fuqarolarimiz sotib olayotgan uylarda ertangi kunda firibgarga uchrab qolmaydi. Shuningdek, ushbu yangi tizim orqali quruvchilar tomonidan arizalarni elektron shaklda yuborish, ko'p xonadonli uylar hamda ularga tegishli inshootlar bo'yicha yagona kadastr va texnik pasportlarni shakllantirish davlat axborot portali bilan integratsiyalashgan holda tezkor ma'lumot almashinuvini yo'lga qo'yish imkoniyati yaratilmoqda. Ko'p kvartirali uylarni foydalanishga qabul qilish jarayonlari 5 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqich quruvchi tomonidan MyGov.uz portali orqali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali ariza taqdim etiladi. Kadastr agentligi tomonidan ariza o'rganib chiqiladi. Salbiy holatlar mavjud bo'lmagan taqdirda ijobiy javob beriladi. Ikkinchi bosqich bu joyiga chiqqan holda texnik inventarizatsiyadan o'tkazish. Uchinchi bosqichimiz texnik kadastr pasporti shakllantiriladi. To'rtinchi bosqichda ko'p kvartirali uyni foydalanishga qabul qilish ruxsatnomasini olish. Bu jarayon qurilish organlari tomonidan amalga oshiriladi. Bugungi kunda joriy qilingan axborot tizimlari orqali bino tarkibidagi turar joy obyektlari, noturar joy qism obyektlari, yerto'la qismlari va umumiy mol mulklari kadastr pasporti shakllantiriladi va davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Ko'p kvartirali uylarni foydalanishga qabul qilish jarayoni bu fuqarolarni ishonchli himoyasiga xizmat qiladi. Ma'lumot o'rnida aytish lozimki, endilikda yuqorida qayd etilayotgan uylarni texnik hisobini yuritish va foydalanishga qabul qilish jarayonlari to'liq raqamlashtirildi va joriy yilning 1-iyun kunidan boshlab respublikamizning barcha hududlarida amaliyotga tatbiq etilmoqda. Bu orqali barcha jarayonlar tez, shaffof va qulay amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Davlat kadastrlari palatasi markaziy apparati binosida kadastr agentligi tomonidan ko'p kvartirali uylar reyestri axborot tizimining taqdimotiga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi. Dastlab shu haqda. Qurilish sohasi iqtisodiyotning drayveri, biroq tizimda raqamli nazoratning yetishmasligi shu paytgacha turli noqonuniy qurilishlarga, loyihadan chetga chiqish holatlariga va eng achinarlisi, uy-joy sotib olgan fuqarolarning yillab sarson bo'lishiga olib kelayotgan edi. Inson omili mavjud bo'lgan muhitda esa korrupsiya xavfini ortishi siri emas. Anjumanda mana shu tizimli muammolarga davlat darajasida berilgan chek, yangi raqamli tizim taqdimot qilindi. Unga ko'ra, qurilish ishlari yakunlanishi bilan arizalar my.gov.uz portali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali qabul qilinadi va inson omilisiz avtomatik ravishda UZCAD tizimiga yuboriladi. Eng qat'iy talab esa ko'p kvartirali uy joylashgan yer uchastkasi avval davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lishi shart. MyGov tizimi orqali ariza berishadi. Biz ariza kelib tushgandan keyin bu jarayonni unga ilova qilingan hujjatlarni dastlab ko'rib chiqamiz. Kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, shu zahoti ariza rad beriladi. Bundan keyin agarda huquqiy hujjatlarda kamchiligi bo'lmasa, biz inventarizatsiya jarayoniga yo'naltiramiz, arizani mutaxassislarga yo'naltiramiz. Mutaxassislar joyiga chiqqan holda shu loyiha hujjatlari, yer ajratish hujjatlariga asoslangan holda joyda inventarizatsiya ishlarini, o'lchov ishlarini o'tkazishadi va shu asosida kadastr pasporti shakllantiriladi. 1-iyundan ko'p kvartirali uylarni foydalanishga qabul qilishda dastlab ushbu tizim orqali boshlanadi.
Anjumanda ommaviy axborot vositalari vakillarini qiziqtirgan asosiy masala tizimning nazorat kuchi va noqonuniy qurilish qiluvchilarga qarshi qanday to'siq bo'la olishi haqida bo'ldi. Hozirgi kungacha bo'lib kelgan alohida kadastr pasporti va alohida foydalanishga qabul qilish qismlarimiz yagona tizimda yuritilib, bir yagona kadastr pasporti rasmiylashtiriladi va bloklarning deylik noturar qism, turar qismidan qat'iy nazar birgina hujjat bilan rasmiylashtirishga imkoniyat yaratadi. Muloqotda taqdim etilgan ma'lumotlar mamlakatimizda olib borilayotgan ma'muriy islohotlarning amaliy ifodasidir. Raqamlashtirish orqali yashirin iqtisodiyotga barham berish va shaffoflikni ta'minlash davlat rahbari tomonidan belgilangan strategik yo'nalishdir. Bu tizim pirovardida yangi uy olayotgan yurtdoshlarimizning huquqlarini himoya qiladi. Shu yilning 1-iyunidan boshlab ko'p kvartirali uylarni foydalanishga topshirish, kadastr pasportlarini rasmiylashtirish va davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonlari UzCAD axborot tizimi orqali amalga oshirilishi boshlandi. Yangi tartibga ko'ra, qurilish ishlari yakunlangach, arizalar davlat xizmatlari markazlari orqali qabul qilinadi va avtomatik ravishda UzCAD tizimiga yuboriladi. Mazkur platformaning ahamiyati batafsil ochiqlangan matbuot anjumanidan muxbirimiz xabar qiladi. Endilikda ko'p qavatli uylar joylashgan yer uchastkasi davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lishi shart. Bu esa qurilish va mulkni rasmiylashtirish jarayoni qonuniy ekanligini isbotlaydi. Biroq tasdiqlangan loyiha hujjatlaridan tashqari qo'shimcha qavat yoki kvartiralarni qurish kuzatilsa, ariza rad etiladi. Ushbu tizim faqatgina qurib bitqazilgan ko'p kvartirali uyni foydalanishga qabul qilishda xizmat qiladi. Lekin avvaldan rejalashtirilgan jarayondagi holatlar bo'yicha ushbu tizimda ma'lumot bo'lmaydi. Yangi joriy qilingan axborot tizimida bir bino tarkibidagi barcha, ya'ni misol uchun turar joy qismi, noturar joy qismi, umumiy foydalanishdagi joylar uchun yagona kadastr pasporti shakllantiriladi. O'rganish jarayonida salbiy holatlar bo'lmasa, misol uchun arizaga ilova qilinishi kerak bo'lgan loyiha hujjatlari, loyiha osti hujjatlari mavjud bo'lsagina ariza qabul qilinadi. Ariza qabul qilingach, UzCAD tizimida yer maydoni, turar joy va noturar bloklar, kvartira hamda umumiy foydalanish joylari bo'yicha raqamli ro'yxat qilinadi. Shundan so'ng binolarning chizmalari elektron xaritaga kiritilib, to'plangan ma'lumotlar shakllantiriladi. Maqsad ko'p kvartirali uylarni reyestrini yuritish, aniq hisobini olish. Avvalgi tartibda umumiy foydalanishdagi joylar yuritilmagan. Bu tizim orqali umumiy foydalanishdagi joylar yuritiladi va u uy-joy mulkdorlari nomiga davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. O'zboshimcha qurilishlarni oldini olish. Hozirgi axborot tizimlarida o'sha narsani oldindan bilib, agarda ortiqcha qurilma, qo'shimcha qurilma qurilgan bo'lsa, loyihadan chetlashilgan bo'lsa, kadastr hujjatlari rasmiylashtirilmaydi. Eng so'ngida barcha ma'lumotlarni o'zida jamlagan ko'p qavatli uy uchun yagona kadastr pasporti tayyorlanadi. Keyinchalik hujjatlar elektron tarzda nazorat inspeksiyalariga yuboriladi. Foydalanishga qabul qilish ruxsatnomasi berilgach esa har bir kvartira, noturar joy va umumiy mulk obyekti davlat ro'yxatidan o'tkazilib, alohida kadastr pasportiga ega bo'ladi. Bu kun Go'zal Shodiyeva, Bekzodjon Zokirov, Toshkent.